Hadovoy mana 35 ming kilometrda taqillab ketgan. Mashina yana ham yumshoq bo'lib qoladi. Hadovoy deyarli Gentra bilan bir xil bo'lgan Monza mashinasi. Bilasizlar, kela o'z vaqtida 28 ming dollarga olib haydalgan mashinani bugun Hadovoyni idealniy qilib, kapitalniy qilib berdik. O'z navbatida birinchilardan bo'lib 4 ta amortizator. O'zini orqa amortizatori juda ham bo'sh. Hadovoy mana 35 ming kilometrda taqillab ketgan va orqa tegasi. Orqa tegasi ham deyarli Lacetti Gentraga o'xshaydi. Biz esa bunga Cobalt usulli sanli blo'lar bilan yumshoq qilib berdik. Va undan tashqari oldi stabilizator linkasi va ikkita richak. Mers sanli blo'q qo'yib, Mers Hadovoy qilib berdik. Mashina yana ham yumshoq bo'lib qoladi. Shuning uchun agar sizning mashinangiz Gentra bo'ladigan bo'lsa, qo'rqmasdan Monza olishingiz mumkin. Gentraning zapchaslari Monzaga birga bir tushib ketyapti. Hadovoy ham deyarli bir xil bo'lyapti. Agar mashinangiz Gentra yo'q, men o'zim Gentrani yaxshi ko'raman, maza qilib haydab yuraman deydigan bo'lsangiz, Gentrani ham Hadovoy deyarli bir xil bo'ladi. Biz servisimizda ideal holatlarda eng ko'pi bilan 4 ta amortizator va manaqa Mers Hadovoy yoki Cobalt Hadovoy qilsak 3,5-4 million so'mgina bo'ladi. Agar Hadovoyingiz ham yo'q idealniy bo'lsa, 1 million so'm bilan ham Cobalt usulli Hadovoy qilib bersak bo'ladi. Mers Hadovoy sal qimmatroq bo'ladi. Xo'p, buni oldini bitta ko'rsatib qo'yaylik. Oldini mana bu joyda o'zini sanli blo'yi boshqacha bo'ladi. Tez taqilab qoladi. Biz unga Mers qilib berganmiz va stabilizator linkasigacha Lacetti Gentra tushadi. Ko'rishingiz mumkin. Va old amortizator Kayaba. Bilasizlar, sportivniy amortizator. Xullas, katta bolalarda mashinasini o'rnini egallayman deb ancha harakat qildik, lekin baribir mashina Xitoydagi ekan, lekin nima bo'lganda ham mashina yangi model, buni saloni komfortligi Malibu'daqa maza qilib minib yurasiz. Agar Monzachilar ko'rayotgan bo'lsa, bizga olib keladigan bo'lsanglar, mana shu mashinani shu Hadovoylarda qilish soati atiga 3-4 soat bo'lyapti xolos. Ya'ni vaqtingizni ham tejab qolasiz. Agar bizga topshiradigan bo'lsangiz, oldindan yoziladigan bo'lsangiz, o'sha kunga kelib ertalab beradigan bo'lsa, xudo xolasa, abidgacha mashina bitkazib berishimiz mumkin bo'ladi. Monzachilar bo'lsa, albatta like bosib qo'yinglar, kommentariyada fikrlar yozib qo'yinglar. Mashina Gentradan yumshoqmi yoki Gentradaqa qattiqmi? Bizga ham qo'yganlarga ham foydali bo'ladi. Ko'rishguncha kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qolgan servis xizmatlarimizni ham qo'yib boramiz.